Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun kuzga testasiga tushgan misollarni yechimlarini qilamiz. Hop, testlarni boshlashdan oldin hammalarni kirib kelgan Ramazon oyi bilan tabriklayman. Ro'zalarni eson-omon to'liq tutilishini so'rayman. Hop, ma'lumotni sal pastroq gapirishimni aytib o'tmoqchiman, sababi ro'za tutgan hisobiga qiynalib qolishim mumkin. Shuning uchun ovozga unchalik ahamiyat bermaslik degan umiddaman. Birinchi misoldan boshlaymiz. Hop, bizga trapeziyaning yuzini so'rayapti. Shu yerda to'g'ri chiziq o'tkazib olsam, shuning yuzasini S1 desam, ya'ni S desam, hop, trapeziyaning yuzi SABCD yuzi teng 2 ko'paytirilgan YCB ga teng. Hop, buni isbotini qiladigan bo'lsam, Y nuqta mediani bo'lgani uchun tepaga balandlik tushirsam ham, ya'ni YCE ga balandlik tushirsam ham, pastga balandlik tushirsam ham teng bo'ladi H. Endi o'tmas burchakli uchburchak bo'lgani uchun YDC yuzasi, hop, A, B desam, A ko'paytirilgan H taqsim 2 balandlik tashqariga tushadi. Endi SAY B esa B ko'paygan H taqsim 2. Endi hammasini qo'shaman. Buni S deb oldim. S plus AH taqsim 2 plus BH taqsim 2 trapeziyaning yuzini beradi. Teng. Endi trapeziyaning yuzi A plus B taqsim 2 ko'paytirilgan 2H. Hop, bularni qisqartirsam, bu tomonga o'tkazsam S teng AH taqsim 2 plus BH taqsim 2 ekan. Demak, bular S1, S2 desam, S ga teng ekan. Shundan 2, demak, trapeziyaning yuzi SABCD teng 2 ko'paytirilgan SCYB ga teng. Endi 2 ko'paytirilgan SYB teng 12 kare 16 taqsim 2. Demak, 192. A javob bo'ladi. Keyingi misolga o'taman. Hop, uch o'lchovli fazo bo'lgani uchun hop chizib olaman-da. Endi shu yerda to'g'ri chizib. Hop, aytayaptiki, uch o'lchovli fazoda uchlari bo'lgan parallelpedning to'la sirtini toping. Demak, parallelped shu yerda joylashgan ekan. Hop, mana shundoq parallelped joylashgan. Endi birinchi uchi shu yerda 4. 3. Ikkinchi uchi bu yerda 4. Uchinchi uchi 5. Endi masofalarni topsam, bu 5, bunisi 4, bunisi 3 bo'ladi. Demak, parallelpedda tomonlar bor, S to'lariga qo'yib qo'ysa bo'ladi. S to'la teng 2A B plus BC plus AC. Endi bundan S to'la teng 2 ko'paygan AB 4 kare 5 plus BC 5 kare 3 plus 4 kare 3. Buni hisoblasak 94 chiqadi. B javob. Keyingi misolga o'tamiz. L deb belgilasam alfa. Hop, ikkala uchburchak uchun sinus teoremini qo'yamiz. Hop, 8 ildizli 2 taqsim sinus alfa teng L taqsim sinus 45. Hop, qisqartirilgan kengisi ikkinchi uchburchak uchun. Hop, x taqsim sinus alfa teng L taqsim sinus 30. Hop, qisqartiradigan bo'lsam, sinus alfalar ketadi. 8 ildizli 2 taqsim x teng sinus 30 tepaga chiqib ketadi. Sinus 30 taqsim sinus 45. Hop, o'rniga qo'yaman. 8 ildizli 2 taqsim x teng 1 taqsim 2 taqsim ildizli 2 taqsim 2. Ikkilar qisqarsa, ildizli 2 baqiy ko'paysa, x teng 16. B javob. Keyingi misol. 34-misol. 3x va 5y sonlari o'zaro tub bo'lsa, a kub. Demak, birinchi a kub topamiz. A kub 3x 5y. 3 bilan 5 chiqarsak, 3 ko'paygan 5, ya'ni xy bo'ladi. Chunki 3x ham o'zaro tub, 5y ham o'zaro tub. Demak, bir-biriga keladi. Endi a kub 3x plus 5y o'zaro tub bo'lgani uchun 1 ga teng. Endi o'rniga qo'yaman. A kub o'rniga 15xy plus 1 teng 46. 15xy teng 45 xy teng 3 ga.
Hop. Bizga 3x va 5y o'zaro tut deyilgan. Hop, x y ko'paytmasi 3 bo'lsa, x ga 3 olishim, y ga 1 olishim mumkin. Endi aksincha x ga 1, y ga 3 olaman. Unda o'zaro tut bo'lmadi. Natijada x teng 3 ekan, y teng 1 ekan. 3x plus 5y so'rayapti. 3 kare 1 plus 3 kare 3 plus 5 kare 1. 9, 10 ta. C. Keyingi misolga o'tamiz. 35-misolda aniqlanish sohani so'rayapti. Birinchi ildiz ostida uchun alohida aniqlanish sohalamiz, logaritm uchun alohida aniqlanish sohalamiz. Ildiz ostidagi sonda aniqlanish sohalish uchun x kvadrat plus 6x plus 7. Hop, ildizdan hech qachon manfiy son chiqmaydi. Katta yoki teng 0 qilamiz. Demak, ildiz ostidagi ifoda x kvadrat plus 6x plus 7 katta yoki teng 0. Minus 1 ga ko'paytiraman. X kvadrat minus 6x minus 7 ishora almashadi, kichik yoki teng 0. Hop, tenglama ildizdan topsak 7 yu minus 1. Minus 1 7. Hop, 7 dan katta son beramiz, plus minus plus. 8 bersa musbat chiqadi. Endi bizga 0 dan kichik olanlar kerak. 1 dan 7 gacha. 1 bilan 7 ni bo'yab qo'yamiz. Kiradi. Hop, keyingi ikkinchi logaritm uchun funksiya uchun x minus 1 logaritm manfiy son olaman. Katta 0 dan. X katta 1 dan. Endi birinchi, ikkinchi teng funksiyani yechimlarini birlashtiramiz. Minus 1 7 1. Birinchi funksiyamiz yechimi minus 1 dan 7 gacha kiradi. İkinci funksiyamiz yechimi 1 dan 7 gacha. Natijada kesishgan joy bu kirmaydi. 1 dan 7 gacha. Yechim oladigan bo'lsak, 1 kirmaydi 7 gacha. Endi bizga tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlar deymiz. 2, 3, 4, 7 gacha. Hop, arifmetik regressiyaga qo'ysam 2 plus 7 taqsim 2. 7 dan 2 ni ayirib 1 qo'shaman. 6. 9 kare 3 27. Deyajam. Mulohazalarning moslashtiring, ya'ni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi. Muntazam ko'pburchakli tashqi chizilgan aylan radiusi r teng a taqsim 2 ta sinus 180 taqsim n. Demak, bu tashqi chizilgan aylan radiusi uchun, bu esa demak noto'g'ri ekan. Hop, ma'lumot o'rnida aytib o'tay, tangens bo'lsa kichkina r, ichki chizilgan aylan radius. Kosinusning to'la sirtini topish formulasi. Demak, to'la sirti pi r plus n. Rostdan qalb bo'lsa pi r kvadrat plus pi r r. Pi r kvadrat s asos plus s yon. Demak, to'g'ri ekan bu. Keyingisi, hop, silindrning yon sirtini topish formulasi s yon sin. Hop, beram. Demak, 2 pi r h ga teng. Yon sirti 100. Hop, birinchisi, uchinchisi ham noto'g'ri ekan, chunki kvadratda turibdi. 1 3 noto'g'ri, 2 to'g'ri. B javob ekan. Keyingi misol. Hop, 6 ta x kvadrat plus 4 ta k kvadrat minus 5 ta k minus 1 x minus k kvadrat teng 0. Hop, endi viyetga tushish uchun 6 ga bo'laram. X kvadrat plus 4 ta k kvadrat minus 5 ta k minus 1 x taqsim 6 minus k kvadrat taqsim 6 teng 0. Tenglama qarama qarshi ildiz bo'lsa x1 plus x2, demak bittasi 6 bo'lsa ikkinchisi minus 6. Yig'indisi 0 ga teng. Bizda x1 plus x2 0 bo'lsa, x1 plus x2 miz nimaga teng? Minus
4'te k minus 5k minus 1 taqsim 6'ga teng. Ya'ni ildizlar yig'indisi b ga teng edi. Xo'p. Demak, shu 0 ga teng bo'lishi kerak. 6 bilan minus tashlasak, 4'te k minus 4'te k kvadrat minus 5'te k minus 1 teng 0. Endi k ning barcha qiymatlari yig'indi. K1 plus K2 hop 4 ga bo'larsam, demak 5 taqsim 4k. 5 4 ga bo'lsam 1,25. Sejov. Keyingi misol. Radiusi 6 ga, yasovchisi 10 ga teng bo'lgan konus, asosining yuzasi 64 pi ga teng silindrga ichki chizilgan ekan. Ichiga tushirilgan ekan. Hop, silindr chizib olamiz. Hop. Endi shuni ichiga konus chizilgan ekan. Mana shuni holatda. Hop, radiusi 6 ga 6, yasovchisi 10. Endi asosining yuzi S asos teng 64 pi ekan. Konusning asosining yuzi pi r kvadratlikdan radiusi 8 ga tengligini bilib oldik. Hop, silindr ichiga konusning yarmi botqunga qadar suv tushirildi. Hop, konusning faqat yarmi botirilibdi. Hop, shu yerda suv quyilibdi. Demak, suv mana shuni holatda to'ldirilgan. Hop, balandlikni avval to'g'rilaman. Umumiy balandlik shartimiz ekan. Hop, balandlik 8, 6, 10 bo'lsa 8 ga teng ekan. Endi yarmigacha 4, 4. Birinchi navbatda, hop, silindrning yarmigacha bo'lgan qancha hajm suv sig'ishini to'ldirib olaman. Konus yo'q edi. Hop, S silindri demak to'liq suv to'lishi S asos ko'paygan H, ya'ni S mas V. Hajmi qancha suv sig'ishi. V silindrik. Hop, S asos 64 pi ko'paytirilgan 4. 256 pi ekan. Hop, yarmigacha jami shuncha suv sig'adi. Endi biz shundan konus, ya'ni kesik konus hajmini olib tashlasak ham bo'ladi. Hop, 4 bo'lsa, 6 bo'lsa, o'rta chiziq o'rtasidan bo'lgan uchun 6.5 3 bo'ladi. Endi biz kesik konusning hajmini topish va konus hajmi 1/3 h pi ko'paytirilgan r1 kvadrat plus r2 kvadrat plus r1 r. Shu formulaga qo'ysak bo'ladi. 1/3 h4 pi ko'paytirilgan r1 6 kvadrat plus 3 kvadrat plus 6 kara 3. Hop, 4 pi taqsim 3 ko'paytirilgan 36 19 18. Hop, 9'u chiqarsak 9 kara 4 1 bo'lsa 5 6 54 ekan. 9 kara 6. Hop, shuni qo'shaylik. 45 45 ga 18 63 7. 4 5 2 7 ekan. Bo'ldi. Qisqartirsam 3 12 84 pi ekan. Endi biz suv hajmini topsak bo'ladi. Suv hajmi. Hop, bu nimaga teng? Demak, V silindrdan V konusga artishadi. 256 pi minus 84 pi. 2 hop 7 172 pi. Demak, bajarishdi. Birinchi ishchi 1 soat ishlagan so'ng ikkala ishchi 44 soat ishlasa, ishni 40% bajardi. Hop. Demak, birinchi ishchi 1 soat ishladi. 1 soatda 1/x ishladi. Endi plus ikkala ishchi 4 soat ishladi. 4 ko'paytirilgan ikkala ishchi. Demak, birinchi ishchini x dedim, ikkinchi ishchini y dedim. 1/x plus 1/y bilan.
Shunda 40% bajarsa, ishchi 0.4 qismi, 4 taqsim 10 qismini bajardi. Xo'p. Endi aytyaptiki, agar ikkala ishchi, birinchi ishchi ikkinchisiga 5 soat ko'p vaqt sarflasa deyapti, demak boshqatdan birinchi ishchi, ikkinchi ishchi Y kattaroq ekan. Shunda birinchi ishchi hop ikkinchi ishchidan 5 soat ko'p vaqt sarflasa. Demak x plus 5 bunisi x. Endi boshqatdan yozamiz. 1 taqsim x plus 5 plus 4 ko'paytirilgan 1 taqsim x plus 5 plus 1 taqsim x teng 4 taqsim 10. Mana xuddi shu o'rniga x o'rniga y qo'yib. Xo'p, endi hisoblaymiz. Qavs ochsak, hop 5 taqsim x plus 5 plus 1 taqsim x teng 4 taqsim 10 bo'ladi. Umumiy mahraj bersa 5x plus 4x. Hop, 4x plus 20 taqsim x ko'paygan x plus 5 teng 4 taqsim 10. Davom ettiradigan bo'lsak, hop 9x plus 20 taqsim x kvadrat plus 5x teng 2 taqsim 10 qilaylik, qisqartiramiz. 2 taqsim 5. Endi proporsiya qilaman. Davom ettirsam, hop 2x kvadrat plus 10x teng 45x plus 100. 2x kvadrat minus 35x minus 100. Endi diskriminantni hisoblasak, diskriminant teng 45 chiqadi. x1 teng 35 plus 45 taqsim 2. Manfiysini olishimiz shartmi? Shunda 2 kare 2. Chunki 6 2 bu. 20 ekan. Endi bizga hop 5 soat ko'p vaqt sarflasa, qolgan ishni hop 0.6 qismi qolgan. Endi birinchi ishchi 20 soat, ikkinchi ishchi 20 soat, birinchi ishchi 25 soat bajaradi. Endi hop shu yerda yozamiz. Mana shu yerga yozsak. Hop 25 soatda butun ishni bajarsa, bir butun ishni, endi bizga 2 soatdan qolgan ish 0.4 bajargan 0.6 qismi qoladi. X teng 25 ko'paytirilgan 6 taqsim 10. Buni hisoblasa 15 ekan. B javob. Keyingi misol. Lift 3 ta lift bor. Birinchi liftga 3 ta odam, ikkinchi liftga 2 ta, keyingisiga 2 ta chiqsa bo'lar ekan. Hop 7 ta odam necha xil? Birinchi liftga S 7 dan 3 ta odam joylashtiraman. Ixtiyoriy 7 ta odamdan 3 tasi chiqishi mumkin. Endi hop 3 ta odam birinchi liftga chiqib ketdi deydi. Endi 4 ta odam qoldi. 4 ta odamdan keyingi liftga ikkinchi liftga, bu birinchi lift, bu ikkinchi lift. 2 ta odam chiqarishi mumkin. Shunda 7 ta odamdan 3 tasi chiqib ketdi, 4 ta odamdan 2 tasi chiqib ketdi. Endi 2 ta odam qoldi. 2 ta odamdan ikkalasi ham 3-liftga chiqadi. Endi shuni hisoblayman. Buni hisoblasam 7 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paygan 4 faktorial ko'paygan 4 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paygan 2 faktorial 2 faktorial ko'paygan 0 faktorial. Hop, buni hisoblasam 7 kare 6 kare 5 taqsim 2 kare 3 bo'ladi. Ko'paygan 2 lar qisqarsa 3 kare 4 taqsim 2. 0 faktorial 1 ga teng. Demak bu 2 taqsim 2 1 ekan. Hop, buni hisoblasam 2 kare 3 qisqarsa, bu 2 qisqarsa, demak javobi 210 chiqar ekan. C javob. Keyingi misol. Hop, ratsionaldan qutqarsam, faqat shuni 1 taqsim teskarisiga ko'paytiraman. Ildizda 3 minus 1 ga ko'paytiraman. Shunda suratda ildizda 3 minus 1 taqsim mahrajda 3 minus 1 plus ildizda 5 minus ildizda 3, xuddi shuna qilib ildizda 5 minus ildizda 3. Endi plus o'rnini almashtirsa bo'lar edi. Ildizda 5 plus ildizda 3 qilsam. Hammasini teskarisiga aylantirib 5 minus 3. Va hokazo ildizda 49 minus ildizda 47 taqsim 49 minus 47. Hop, mahrajini hisoblasam hammasi 2, 1 taqsim 2 ni chiqardim. Shunda ildizda 3 minus 1 plus ildizda 5 minus ildizda 3 plus ildizda 7 minus ildizda 5
va hokazo. 7 minus ildizda 47. Hop, buni hisoblaydigan bo'lsam, ildizda 3 ta ketadi, ildizda 5 ta ketadi, ildizda 7 ta ketadi. Bu ikkinchisi qoldi, demak oxirdan ikkinchisi qoladi. Ildizda 47 ham ketadi. 1 taqsim 2 7 minus 1. 6 ni 2 ga bo'lsa 3 ekan. Ajo. Keyingisi. Hop. Ikkita ovchining nishonga urish ehtimoli birinchi, ikkinchi ovchi 0.6 ga teng ekan. Endi nishonga ura olmaslik ehtimoli 0.4 ga teng. Bu tegish, tegmaslik. Demak, tegmaydi. Hop. Endi bizga otilgan, demak, ikkala ovchi ham ikkitadan o'q otibdi. Endi otilgan o'qning kamida bittasi nishonga tegish ehtimolini so'rayapti. Endi bizga kamida bittasi tegishi uchun bittasi tegdi, yoki ikkalasi tegdi, yoki uchtasi tegdi, yoki to'rttasi tegdi. Endi men buni addini hisoblagandan ko'ra, endi shu oxirgi holat 0 ta tegdi. Endi hammasi bitta ehtimoliga beradi. Ya'ni ikkita kamonchi otganda hammasi ehtimollarni qo'shsam 1 ga teng. Endi menga shu birdan kamida bittasi degani bitta, ikkita, uchta, to'rttasi tegdi deyapti. Shuni so'rayapti. Endi men buni topish uchun, demak, kamida bitta tegish ehtimolini topish uchun birdan 0 ta tegish ehtimolini olib tashlsam bo'ldi. Chunki hammasining yig'indisi 0 ga teng dedi. Demak, V 0. Endi umuman tegmaslik ehtimoli V 0 1 minus hamma o'q tegmashi kerak. Demak, 4 ta o'q ham 0.4 marta ko'paytirishim kerak. Demak, 0.4 teng. 1 minus, demak, buni hisoblasam 0.944. Ajo. Keyingi misol. Hop, arc sinus. Hop, buni alfa desam, buni beta deb tursam, demak, alfa taqsim beta teng qanaqadir x ga. Hop. Endi biz bilamiz, hop, ikkinchisi tangens arc tangens 24 taqsim 7 ekan. Endi shuni to'g'ri burchakli uchburchakka qo'ysam, tangens qarshisiga katta 24, yopishgan katta mahrajiga 7, 25 bo'lar ekan. Endi alfa desam, arc sinus topsam, arc sinus 24 taqsim 25 ekan. Endi bizda arc sinus alfa, ya'ni alfa teng bu beta chiqdi. Endi beta arc sinus demak 3 taqsim 5 bo'lsa, 2 alfani topishga harakat qilamiz. 2 alfa teng, hop, 2 arc cosinus ko'paygan arc sinus bo'ladi. Hop, endi bunda demak 2 ko'paytirilgan arc cosinusimiz nimaga teng bo'ladi? Hop, to'g'ri burchakli uchburchak qilsam 3 5 bo'lsa, 4 bo'lsa, demak 4 taqsim 5 ekan. 4 taqsim 5 ko'paytirilgan sinusimiz 3 taqsim 5. Buni hisoblasam 24 taqsim 25 ekan. Demak, bu betaga teng. Demak, betamiz o'z-o'zidan 2 alfaga teng ekan. Endi bizga alfa plus betaning nisbatini so'raganda, hop, alfani o'rniga alfa, betaning o'rniga 2 alfa qo'yamiz. Shunda 1 taqsim 2 ekan. Alfalar qisqardi. Sejo. Keyingisi, hop, geometrik, demak, progressiya q katta 1 dan ekan. Hop, logaritm 2 asosga ko'ra yig'indi bo'lsa, hammasini ko'paytirmaga ajratsa, B1 ko'paygan, B2 ko'paygan, B3 ko'paygan, B4 ko'paygan, B5 bo'ladi. Teng 15. Endi B1 ko'paygan B5, B2 ko'paygan B4, B3 kubini kvadratini. Bundan B3 kvadrat ko'paygan B3 kvadrati ko'paygan B3. Endi bu logaritmik asosga tashlaversa 2 ni 15-si bo'ladi. B3 5-si teng 2 ni kubini 5-si. 5-darajaga pasaytirsa B3 5-si teng 2 ni kubi. 5 dan tashlaydi. Demak, B3 teng 8 ekan. Endi hop,
3b1 ko'paygan hop q kvadratga teng edi. Ya'ni b1 ko'paygan b5 8 ga teng ekan, ya'ni b3 ga teng. Endi bundan b1 topadigan bo'lsam, b5 topadigan bo'lsam, hop bu 8 kubi, ya'ni b3 kvadrati teng 64. 64 taqsim b1 bo'lar ekan. Endi ikkinchi formulamizga qo'yamiz. Logaritm 2 asosi ko'ra b1 ko'paytirilgan logaritm 2 asosi ko'ra b5 teng -7. Endi logaritm 2 asosi ko'ra b1 ko'paytirilgan logaritm 2 asosi ko'ra 64 taqsim b1 teng -7. Endi men logaritm 2 asosi ko'ra b1 endi mana ajratib olsam bo'ladi. Logaritm 2 asosi ko'ra 64 6 minus logaritm 2 asosi ko'ra b1 qilsam bo'ladi. Teng -7. Endi shuni t deb tursam, t 6 ta t minus t kvadrat qavs ochdim -7. Hop. T kvadrat minus 6 ta t minus 7 teng 0. Endi t'ni topsam, hop t1 teng 1 minus 1 t2 teng -7. Endi qo'yaman. Hop logaritm 2 asosi ko'ra b1 t deb belgilagan. Plus 7. 1 logaritm 2 asosi ko'ra minus 1. Logaritm 2 asosi ko'ra b1 teng 7. Endi bundan b1 teng 1 taqsim 2, b1 teng 128, 2 ni 7. Endi 1 taqsim 2 ni olsam bo'ldi. Endi shu yerda q'ni topadigan bo'lsam b5 bor. Hop b5 topsam b5 teng hop 64 taqsim 1 taqsim 2. 128 ekan. Endi b5 teng b1 ko'paygan q'ni 4-si teng b5 ga. Bunga qo'ysam 1 taqsim 2 q'ni 4-si teng 128 bo'lsa q teng 4 ekan. Endi bizga b1, b2, b3, b4, b5 so'rayapti. b1 1 taqsim 2. b2 4 ga ko'paytirsam 2 plus 8 plus 32 plus 128. Bularni qo'shsam 170,5 chiqadi. B javob. Keyingi misol. Uzunligi 100 metr bo'lgan aylanada, demak yo'nalishda qarama-qarshi yo'nalishda 5 minutda bir xil yo'nalishda, demak bitta aylan ekan, bitta nuqtadan qarama-qarshi yo'nalishga yursa, hop S teng VT formulaga qo'yamiz. Hop endi V o'rtacha, ya'ni V natijaviy deylik. Endi 100 metr masofani hop qarama-qarshi tomonga yursa, bir-biriga qarab yuradi, tezliklar qo'shiladi. V1 plus V2. Endi shuni 5 daqiqada bosib o'tar ekan. Endi bir xil yo'nalishda yursa 100 teng, bir tomonga yursa tezliklar aylanadi. V1 minus V2 endi 25 minutda ko'rishar ekan. Endi nisbatni olsak, hop 5 bo'ladi-da. Hop tenglab olsak ham bular ekan, farqi yo'q. 5 ta V1 minus 5 ta V2 teng V1 plus V2. Bundan hisoblaydigan bo'lsam 6 ta V2 teng 4 ta V1. V1 teng 3 taqsim 2 V2. Hop endi o'rniga qo'yamiz. Hop shu yerga qo'yamiz. Birinchisini o'rniga. 100 teng hop qo'shsam 5 taqsim 2 V2 bo'ladi. Qisqartirsa 20 V2 teng 40. Hop 40. Endi hozir ko'paygan vaqtdan bordi 5.
Bundan 40'ı 5 ga bo'lsak 8. Endi V1 teng 3 taqsim 2 ko'paygan 8 bo'lsa, uni hisoblasak 12 ekan. Endi ikkala jismni ko'paytmasini so'rayapti. 8 kare 12. V1 ko'paygan V2 teng 8 kare 12 bo'lsa, hop 96. Bejon. Keyingisi hop f minus 1 hx plus jx teng hx ko'paygan jx ga. Hop endi biz shuni minus 1 qo'ymay turaylik-da, o'zini topoladi. F hx plus jx teng hx ko'paygan jx. Endi o'rniga qo'yaman. Hop bizda j4 x o'rniga 4 qo'yaman. Demak f h4 plus j4 teng h4 ko'paygan j4. Endi o'rniga qo'ysam f demak h4 3 plus 2 teng 3 kare 2. Demak f5 teng 6 ekan. Endi bizga f6 ni so'ragan uchun, demak f minus 1 darajasida 6 bo'lgani uchun bu ikkalasi o'rnini almish qoladi. Teskari funksiya. X qiymati y ga, y qiymati x ga, demak 5 ekan. Sejo. Birato'la qo'ysak ham bo'lardi agar shu yerdan davom ettiradigan bo'lsa, f minus 1 teng hx ko'paygan jx teng hx plus jx bo'ladi. 10 ni almashib qoladi. Mana shuni qilsali ham bo'ladi. Demak 3 kare 2 teng 3 plus 2. Shunda ham 5 chiqadi. Optimum misol 6 ta avtomat mashinaning ishlash ehtimoli 0.95 ga, 4 ta yarim avtomat ishlash mashinaning ehtimoli 0.8. Demak hammasi ishlayapti. Ishlash ehtimoli degan ishlayapti. Ishlatilayotgan mashinaning ishlash ehtimolini so'rayapti. 6 ta mashina demak S teng 6 ta mashina ishlayapti. Ishlash ehtimolini so'rayapti. 0.95 ga ko'paytiramiz. Endi jami mashinalarga nisbatan bo'ladi. Jami mashinalar 10 ta. Endi plus 4 ta mashina ishlash ehtimoli 0.8 ga teng. Buni ham endi jami mashinalar 10. Buni hisoblasak 0.57 plus bunisi 0.32. 0.89. Sejo. Keyingisi Sirojiddinning 3 ta matematika, 3 ta fizika, 2 ta matematika bor ekan. Hop, endi shu kitoblarni yonma-yon qo'yib nechta xil usulda qo'yish mumkin. Endi 2 ta matematika kitobini bir-biriga jipslayman-da, bitta kitob qilaman. Shunda 3 ta fizika kitob, bitta hop matematika kitob bo'lsa. Endi shuni necha xil o'rinda joylashtirishim mumkin? 3 tasini almashtiradigan bo'lsam, bu 4 faktorialga teng. 24 ta. Endi javob olishga shoshilmay turamiz. 24 ko'paytirilgan 2 bo'ladi. Chunki 2 ta matematika kitobni almashtirsam bo'ladi o'rnini. Demak, buni o'rnini almashtirish uchun 2 ta kitobni 2 faktorialga teng. 48. Sejo. Agar 3 ta kitob bo'lganda, 3 ta kitobni bitta qilarsa, masalan 3 ta fizikani yonma-yon qo'yish keraksa, 3 ta fizika kitobni bitta qilasizlar, 3 faktorial ko'paygan 3 faktorial qilasiz. Shunda chiqadi. Keyingisi hop 3 ta son, birinchi son, ikkinchi sondan qancha ko'p bo'lsa, birinchi son, ikkinchi son, uchinchi son. Qancha ko'p bo'lsa, demak keyingi son ham shuncha ko'p ekan. Birinchi son x desa, ikkinchi son x plus a, uchinchi son x plus 2a bo'ladi. Hop. Endi sonlarning eng kichik ikkitasini ko'paytmasa, x ko'paygan x plus a teng 85. Eng kattasi ikkitasini ko'paytmasa esa x plus a ko'paygan x plus 2 teng 115. Endi shu sonlarni yonimiz toping. Qavs ochamiz. X kvadrat plus ax teng 85. X kvadrat plus 3ax bo'ladi plus 2a kvadrat teng 115. Hop, qo'shib yuboraman. 2x kvadrat plus 4ax plus 2a kvadrat teng 200. 2 ga bo'lib yuboraman. X kvadrat plus 2ax plus
a kvadrat teng 100 ga. Endi x plus a teng 10 ga ekan. Hop, x plus a kvadrat teng 10 kvadrat bo'lsa, x plus a teng 10 ekan. Endi bizga shu uchala sonni yig'indisini so'rayapti. Uchalasini qo'shamiz. 3x plus 3a bo'lsa, 3 qarsini tashqariga chiqarsa, x plus a, demak 3 kara x plus a 10 ga teng bo'lsa, 3 kara 10. 30 ekan javob. B javob. Keyingi misol. Anvar, Behruz, Sobir, Doniyor, Erkin ishchilar mo'sh ravishda. Hop, birinchisi 6 soat, ikkinchisi 12, Sobir 18, Doniyor hop Erkin 36 soat. Hop, ular birgalikda 2 kun ishlaydi. 2 kun ishlasa hammasi birgalikda, demak 2 ko'paytirilgan. Hop, hammasini demak 1 taqsimga qo'shamiz. 1 taqsim 6 plus 1 taqsim 12 plus 1 taqsim 18 plus 1 taqsim 24 plus 1 taqsim 36. Shu 2 kun ishlaganning ishi hammasi. Endi ular 2 kun ishladi va 4 ta ishchi ketdi. Qolgan ishni 6 kunda qaysi ishchi bajaradi? Demak, qolgan ishni kim bajarishini bilmaymiz. Plus hop 6 ko'paytirilgan 1 taqsim x qilsam, qolgan ishchi 6 kun ish bajaryapti. Endi shunda ish tugayapti-da, 1 butun ish tugaydi. Hammasini qo'shsam 1 ga teng. Hop, buni hisoblasam, hop 2 ko'paytirilgan, demak 3 taqsim 8 bo'ladi. Ichkari umumiy mahraj bo'lsa, bunga hop 2 ta, bunga 3 ta, bunga 4 ta, bunga 6 ta, bunga 2 ta. Hop, shu yerda plus 6 taqsim x teng 1 bo'ladi. Hop, endi buni hisoblasak 4, 6 taqsim x teng 1 taqsim ayrisam 1 taqsim 4 bo'ladi. Hop, bunda x topadigan bo'lsam 24 ga teng. Hop, demak 24 da ishlaydigan ishchimiz Doniyor edi. Demak, javobi D javob ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Hop, bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga a'zo bo'lishni unutmanglar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Hamma attestasida oliy toifani olib, oliy o'rinlarga erishishini tilab qolaman. Rahmat.